bolalar mana shu haqqimiz yo'qligi haqida hozir o'zimdan o'zim gapirgim kelib qoldi-da. Erkak kishi o'tirib, novchi bilan gaplashgan paytda bilmay charchadimi, bundan qachongacha ishlab charchadimi deb qo'yiladi. Net bolalar ishoninglar, вообще haqqimiz yo'q. Umuman mana shu расслабиться qilish haqqimiz yo'q. Chunki anta katta planlar o'sha qadab qo'yilgan-da. Ota-onam zo'r joylarga olib borishim kerak. Ular ko'rgan qiyinchilikni esdan chiqartirib yuborishim kerak. Ularning hamma orzularini amalga oshirishim kerak. Farzandlarimga yaxshi adab bo'laman. Ularni как minimum sinfdoshlaridan, atrofdagilardan kam qilmagan holatda katta qilaman. Yaqinlarimiz bizga suyanib, uverenni yurish kerak ko'chada deb уже plan qilib bo'lganmiz. Mana shu narsalar bizdan uxlatish kerak emas. Mana shu narsalar bo'lgani uchun ham biz расслабиться qilishimiz kerak emas. Так что emotsiyaga berilmaymiz. Gaz. Yaxshi dam olinglar.